Sizni 10 yilga yoshartiradigan ushbu maska retseptini Instagramda ko'rib qoldim va o'zimda sinab ko'rishga qaror qildim. Bizga kerak bo'ladi tuxum oqi, kofe hamda yarimta limonni siqilgan suvi. Uchala mahsulotni aralashtirganimizdan so'ng yaxshilab mahsulotni yuzimizga surtib olishimiz kerak bo'ladi. Ha, aytgancha, agarda siz sochlaringizni ancha yillardan buyon o'stirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, sizga yordam berishim mumkin. Kommentariyga soch so'zini yozib qoldiring, men sizga qo'llanmani tashlab beraman. Ushbu qo'llanmada sochlarimni qanaqa qilib 1,5 yil ichida mana bu holatdan bu holatga olib kelganimni sir asrorlari bilan bo'lishganman. Ana endi maskamizga qaytadigan bo'lsak, maskaga salfetka yopishtirishimiz kerak bo'ladi. Shunda salfetka yaxshiroq terimizga singishiga yordam beradi. Salfetkalarni olib tashlashni boshlaymiz. Olib tashlangandan so'ng albatta muzdek suvga yuzlarimizni yuvamiz. Mana bu poslisi nazarimda sinab ko'rishga arziydigan maskalardan bittasi. Aytgancha, bu maska davomiy bo'ladigan bo'lsa, natijasi yanada seziladi. Soch so'zini kommentariyaga yozing va qo'llanmani albatta o'qib chiqing.